Hurmat metro bekatining yonida juda bitta arzon kvartiramiz 57 katta juda katta kvadrat katta kvartiramiz sotib qilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Yashnobod metroning ikkinchi bekati, 2 xona, 6-etaj, 9 etaj xaridor. 57,2 metr kvadrat ekan. 48,500 dollar deb turgan ekan. Bu remont qanaqa? Kirabesi bo'ladi, lekin u bitadi. Ha, sostenasi o'rtacha holatda ekan. Mana pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Metroning yonida vaqtda sotilgan faqat ustida ozgina o'zgargan joyi bor. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Bugun uy bozoridamiz. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi variantimiz chiqdi. Sergeli Xonobod Novostroyga ekan. 3 xona, 2-etaj, 12 etaj 95,5 kvadrat. Korobka holatda ekan, 57,900 dollar so'rab turibdi. Mana pastda raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Korobka holatida kadastri chiqqan, avgust oyida olingandi. Pul zarur bo'lgani uchun sotib yuborilyapti. Undan xo'p ikkita bir xonali yo ikkita ikki xonali chiqarsa ham bo'ladi. Bemalol. Kadastrni ajratib ikkita ikki to'rt xona qilsa ham bo'ladi. Endi 3 xona deb yozdik. 3 xona mo'ljallangan aslida. 4 ta oynasi bor tashqariga qaragan. Ko'chaga qaragan panoramli oynalar, to'g'rimi? Ikkita lift. Necha metrlik uzunlikda panoramli oynalar? 15 metr. 15 metr. Bu juda ikkita kvartira chiqarsa ham juda yaxshi variant ekan. Bosib oladigan joyi. Yakkasaroydan qidirayotganlar, Yakkasaroy Xushbiga Solaris Park 2 xona, 4-etaj, 9 etajga 50 metr kvadrat. Bu 5 yil avval obshirit bo'lgan ekan. Hozir xususiylashtirilgan kadastrlari bor. 47,900 dollar. O'tadigan joyi bormi? O'tadigan joylari bor. Hujjatlar hammasi joyida. Sanuzel, hammasi oshxona ichkarida. Gaz ovqat qilinadi. Yangi remont qo'yilgan, aboy qilib qo'yilgan. Shunday kirib yashayverasizlar. Arendaga 350 400 dollargacha arenda qo'ysa bo'ladi. Joy lokatsiyasi yaxshi joyda. Juda zo'r joy. Qaldirg'och kafening yonida. Zo'r joy ekan. Mana pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasiz. Faqat naqdga sotiladi. Ipoteka subsidiyaga berilmas ekan, faqat naqdga sotiladi gaz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, Telegramga yozsanglar, rasmlarni tashlab beradi. Uylar aksi bo'lib ketdi. Yangi yilga Qo'yliq massiv 1da metroning Matonat bekatida 2 xona, 4 etaj xaridorning 4-etajda 45 metr kvadrat. Bu avval obshirit bo'lgan, hozir xususiylashtirilgan. Narxi 29,900, ozgina ustida o'tib beradigan joylari bo'ladi. Mana pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, rasm videolarni tashlab beradi. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling. Hurmat metro bekatining yonida juda bitta arzon kvartiramiz 57 katta juda katta kvadrat katta kvartiramiz sotib qilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Yashnobod metroning ikkinchi bekati, 2 xona, 6-etaj, 9 etaj xaridor. 57,2 metr kvadrat ekan. 48,500 dollar deb turgan ekan. Bu remont qanaqa? Kirabesi bo'ladi, lekin u bitadi. Ha, sostenasi o'rtacha holatda ekan. Mana pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Metroning yonida vaqtda sotilgan faqat ustida ozgina o'zgargan joyi bor. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Uy bozoridan qidirib juda yaxshi arzon variantimiz sotib qo'yildi. Yangi Hayot tumani Sergeli bu. Sergeli Yangi Hayot tumani Oriental Binokor. 2 xona, 3-etaj, 4 etajga 34 metr kvadrat ekan. Bu bivshi obshirit bo'lgan. Hozir xususiylashtirilgan kadastrlari bor. Adashib qolmanglar. Narxi 25,000 dollar. Necha pul qilib berasiz aka buni? Bo'lishini yashagan so'zini yashadi. Ayting, 20,000 bo'ladimi? 24,000. 24,000? 23larga berib yuboramiz. Yo'q bo'ladi. Bizning kanalimizga kelsa berib yuborasiz. Shunaqa. Mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Juda zo'r variant, arzon variant ekan, bozor bo'yicha eng arzon variant mana shu. Uy bozorida mana yaxshi variantini sotib o'tirayotgan ekan. Sergeli 3da 4 xona, 4-etaj, 5 etaj xaridor. 92 metr kvadrat, 2/6 balkon. Remontlari sredniy. Bu sredniy deganda qanaqa? Aboy po'poylari bor, portret bor, chiqib ketdi. Necha pul? Top-toza. Necha pul turadi? 73,000 yozilgan. Oxiri narxi 70,000 qilib beramiz. Kvartirada necha pul turadi? Kvartira 450 dollar turardi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chilonzordan qidirayotganlar, Chilonzor o'rtatinch bu kvartir avtobus chorraha ikkinchi liniya ekan. Bir xona 4 etajdan 4-etaj bu tarsoy emasmi? Yo'q. Qo'lim qayerga ichida arendasi turadi. Necha pul arenda turadi? 300 dollar arenda turadi. Remont qanaqa? Sredniy. Sredniy remonti? 300 dollarga arenda qilsanglar bo'ladi. Mana 42,500 turadi, 42,000 ga berasiz. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yana bitta endi yana bitta variantlari bor ekan. Tak, Chilonzor 20-kvartir, Batalyon ko'cha bo'yida ekan. 2 xona 4 etajdan 4-etaj. Narxi necha pul buni? 50 dolardan kelsaman. 50 deyotgan ekan, mana past 50,000 dollar deyotgan ekan, yana ozgina o'tib beradigan joyi bor ekan. Biz remont holatda bu. Remonti bor sredniy. Mana pastda nomerlar bo'ladi, 95 005 9011. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yana bitta variantlari bor ekan. Variantlari ko'p ekan, keyin endi tak mana buni o'qib ko'ramiz. Buni aytdik mana bu.
Sevgilida. Bir xona. Xona. 5 tashkari domning 5-etajda. Necha kvadrat? Bu 38 kvadrat. 38 kvadrat. Narxi necha pul? Pul uchun planirovkaga kerak. Necha pul? Katta. 43 ming? Ha. Necha pul qilib berasiz? 40 ming bo'ladimi? Yo'q, yo'q, ozgina kam. Necha pul qilamiz? Nima kelishamiz dedi odamlar. Kelishamiz. O oldingi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu nomer sizlarniki, to'g'rimi? Sizniki. Mana bu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Keyin variantlari ko'p ekan. 3 ta uylari bor ekan, bosib yuborasizlar. Yashnobodning yuragi bo'lgan markazda bitta arzon kvartirani ko'rsatamiz. Yashnobod Kadishyo bozor Arinter. Taki bir xona 7-etaj, 9 etaj kaldam, 42 metr kvadrat. Hadi yura remont, mana bu narsalar, mebel texnikalar hammasi qolar ekan. Tak narxini 44 ming dollar deb turgan ekan. Necha pul o'tib beramiz keyin? Sunnatiga kelishtirib beramiz. Ozgina o'tadigan joylari bo'lar ekan. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Chilonzordan qidirayotganlar, mana Chilonzor 2-kvartal. Kvartali ham вообще doda kvartallardan 2 xona, 3 etajli domning 3-etaji. G'ishlik dom ekan bu. 48 metr kvadrat, 2 ga 3 balkon, birinchi liniya 57 ming dollar. Necha pul qilib beramiz aka buni? 56 ming. 56 qilib beramiz, ha? Keyin mana pastda mana yana bitta variantlari bor ekan. Shumi yo'q? Bitta joyda ikkalasi. Bitta joyda. Ko'chaning 3 xona, 3-etaj, 3 etaj kaldom. 62 metr kvadrat, balkon 2 ga 3. Tarisi bu tarsovoy ekan, ha? Birinchi liniya 66 ming dollar. Buni necha pul qilib beramiz? Buni oxirgi taqalgani 65 ming. 65 ming ekan. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Mana Metro Hamzadan gapiring. Metro Hamzadan bir xona uyim bor. Srochniy narxlarda sotishim kerak. Bir xona Euro remont narsalar bilan sotaman. 30 metr kvadrat, bir xona 4 etajgan 4-etaji. Necha pul qilib beramiz bo'ladi? Narxi 48 ming bo'lishi lekin. Taqalgan joyi, ha? Olib sotarlik 45, uzog'i 46 ming so'radi, berilmadi. Kvartirani qo'ysa necha pul beradi? 400 dollarga qo'ysa bo'ladi. Bosib yuboradigan Chilonzor joyi. 3-kvartal Targoy Center. Joyi zo'r. Pastda egalar nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar.